Selam dostlar. Tanıdınızmı? Eye, bu men Şayan ressam. Ay, sizning bilan uchrashishni big zarag'ib ketdim. Chunki menim tezroq rasm yasaysam kerak. Sizdan boshqa rasm yasa ko'ngilsiz? Ham nihoyat u kun kelib jetdi. Do'stlar, bugun sizning bilan biz ko'rka rasm yasayashaqmiz. Qora markerni olamiz, ham qog'ozning o'rtasini topamiz. Shunda tugarak yasaymiz. Bu ko'rkaning boshi bo'lar. Hozir mana shulay etib, tag'in bir tugarak yasaygali. Bunisi endi gavda ilishi bo'lashaq. Bulari qanotlari. Ulgurasizmi? Afarin do'stlar. Ulgursangiz, aydagiz endi hozir oyoqlarini yasaymiz. Ularni mana bulay etib yasaymiz. Ko'rasizmi? Nishik jingil kelib chiqa. Olda ish barmoq, ham ortda qisqagina bir rav. Hozir endi bosh ilishini ko'shik. Tumshug'an biz ish pishmoq kabi ketib yasarmiz. Bu endi tumshuq. Ular bik qoti ham naq bo'lalar. Bu ikki tugarak anglagansizdir. Ko'zlar. Tumshuq ostina ko'rkagagina xos bo'lgan olqalarda yasab qo'yarmiz. Ko'rkalar bik qo'pshi qushlar. Ular o'zlarining qovrilarini qabartib yurga yaratalar. Bizning ko'rkabizda naq shundaylardan. Demak, qishimizning qovrilari mana bulayroq etib yasaymiz. Bik yaxshi. Alla qo'yan ko'rinib tursin ayli do'stlarim. Bilasizmi, u yirtqichlari orasida eng zo'ri bo'lib sanalar ekan. Uning og'irligi 30 kilogramga qatli yetadi. Ko'rkalarni birinchilardan bo'lib Meksikalılar qo'lga yalashtirgan. Bugungi kunda qirg'iy tabiatda yashovchi ko'rkalar soni kimigan. Ularni ko'plab ovlaganlar ekan. Biz endi sizning bilan ko'zlarga kirfiklar istadik. Hozir endi quyruqdagi qovrilarga mana shunday siziqlar sizib chiqamiz. Sir etibgina sizga siziq sizganda bir qiziqli fakt aytaymi? Yatinglagiz. Ko'rkalar havo tirishi o'zgaruvini yaxshi sezalar ekan deydi. Shulay bo'lgach, ko'rkaning xo'jasi aliga qushlarga qarab o'zincha farazlarda yasayalar. Shapmi do'stlarim? Qirin tus bilan ko'rkani bo'yitirig'iz, amin sizga silovimni davom etam. O'zimning eshitib turganim bor. Agarda ko'rka qobarrinib, masayib yuriykan, kun bik motor, iliq yoshli bo'ladi. Endi kayfi bitib solmoqqa yursa, noshar havo tirishi bo'lashaq. İhtibor bilan tinglagiz, ham shulay yo'q, qiyiq-miyiqsizmishi motor etib bo'yag'iz. Qarag'izlar bizning ko'rka g'urur bosib tura. Shulay yo'q, haligi dis bilan biz boshinda bo'yimiz. Ko'rka degandan, agar ular uyoq qurmagan bo'lsalar, bir o'rindan ikkinchisine kutulari bilan ko'shinib yuri boshlar ekan. Shulay deb ular oziq izlaylar. Bu qushlar jilaklar, o'simlik tomirlari ayrim bir tür o'lanlar bilangina to'qlanalar. Shoyanlarim, aydagiz endi hozir qo'yrog'inda bo'yiq. Onun uchun men qizg'ilt sari tis olam. Shoyanlarim, ko'z oldinagina keltirasizmi? Ko'rkalarning eng yaratgan rizqlari turli bujaklar, akam-tukamlar ham baqalar ekan. Ko'rkalarning og'irligi zo'r bo'lsa-da, ular bik yaxshi ish olar. Nindida bo'lsa qarshilikni o'targa to'g'ri kelsa, ular ondan bik yengilgina oshib ketalar. Do'stlarim, nechik sizning qovrilaringiz bo'ladimi? Iskitkish, bik motor. Bo'yalmay qolgan yerlarini bo'yab qo'yamiz-da, endi ko'rkaning oyoqlarini ko'shamiz. Ular nindi uzun, yaxshiroq ko'rinib tursin uchun oyoqlarini sora tiskamanamiz. Bik motor bo'la.
Инде тымшыгын да сары төскә буяп куйык. Хәзер беләсезме нинди төс алабыз? Әйтегез әле. Сез үзегез яраткан төсне алагыз. Ә мин яшел төсне алам. Һәм күркәнең койрыгындагы менә шушы сызыкларны әлеге төскә буяп чыгам. Күрегез, нинди серле күркә булды ул безнең. Сак кына буягыз, яме? Хәзер инде тымшык астындагы алкаларны кызыл төс белән бизик. Галимнәр аны үзгәргән кикрик дип атыйлар. Монысы да булды. Каурышларын нинди төскә буярга икән соң? Кара, яшел, әйдәгез шәмәхә. Күркәгә төрле төсле булу хас, ләкин ул кызыл төсне яратмый ди. Әгәр дә син күркә яныннан кызыл киемнән узасың икән, аның шуқып алганын көттә тор. Күркә күреп алганчы, кызыл киемнән утыручылар тиз генә алыштырып куйыгыз әле. Ә ул арада без копшы кышыбызның гәүдә өлешенә кара маркер белән сызыклар сызабыз. Һәм шулай ук койрык очына да өзек-өзек сызыклар билгеләсәк, безнең кышыбыз бик серле килеп чыгачак. Менә хәзер инде күркә рәсеме тулаем әзер. Искиткеч булды бу. Үзе купшы, үзе горур, үзе шаян, матур итеп елмая, ә мин сезнең белән елмаеп саулашам.